boyaqti yangichasi ekan. Bu hali puli ham aniq emas ekan. Pulini hozir taxminiy narxini aytishdi. Xitoy narxida 42 ming ko'rsatishdi. Buni ko'ringlar. Hamma narsasi hali S800 Maestro bor. Shunga o'xshash qilib chiqarib qo'yibdi. Mana ishlarini hozir ko'rsataman. Ishlari oq salonda. Bu ham Huawei sistemada. Harmony OS. Barlari ham Avatar'dikiga, Huawei'dikiga o'xshab. Mana oldida shtorkasi, orqada panoramasi. Juda ham chiroyli chiqaribdi buni. Davodchiki bor. Davodchiki ham bor ekan. Orqasini ham bitta ko'ringlar. Orqasi ham juda ham keng. Kapitanskiy sidenada. O'rtada planshetlari bor. Lekin bunda proyektor yo'q ekan. O'rtada planshetlari bor, orqalari. Bu yoqda zaryadka, xolodilnik hammasi bor ekan. Lekin juda ham chiroyli chiqaribdi bu mashinani. Orqasidan ko'ringlar. 42 mingga arziydimi? Xitoy narxi o'zimizga borganda qanaqa bo'ladi? Bilmayman. Qo'shiladi baribir.